Sog'lig'ingizda muammo bormi? Bu muammolar nevropatologiya, kardiologiya, fizioterapevt, hayfen terapiya kegalar bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, Shifa Med klinikasi sizga yaqindan yordam beradi. Bu yerda bundan tashqari malakali vrach va hamshiralar va turli shirindan shirin bo'lgan ovqatlar pishiriladi va bularning barchasi bemorlarimizga taqdim qilinadi. Klinikada bemorlarimiz vaqtini mazmunli o'tkazish uchun dam olish va Wi-Fi zonasi mavjud. Klinikada bemorlarimiz uchun yotib davolanish sharoiti ham mavjud. Marhamat, tanishing. Bugungi kunda Shifa Med klinikasida davolanayotgan va xizmatdan rozi bo'layotgan bizda bir nechta bemorlarimiz bor. Hozir shu bemorlarimizdan fikrlarini o'rganamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirsangiz ozgina. Men Naziraman. Amudaryodan keldim. Amudaryodan kelib, demak davolanayotgan bizda bemorimiz bor. Shilqitning tubida turaman. Xush kelibsiz Nukusga. Shilqitana degan yerda. Xush kelibsiz. Bu yerga kelishdan oldin sizda qanday sog'lig'ingizda muammolar bor edi? Mana belim, oyog'im og'rib, Shifa klinika deganda eshitib keldik. Shifa olish uchun. Sog'lig'ingizda qanday muammolar bor edi? Belim og'rib, belda grija bor. Ayağım ağrıdı falan. Qarliqda bilmeyman aytır. Alğanda endi lecheniya alğanı yaxshi shukr. Yaxshi bo'lib o'tiribmiz. Adiyur yaxshi. Yaxshi. Hozir sog'lig'ingizda ancha o'zgarishlarni his qilyapsizmi? Bor, shukr. Adiyur bor. Shifa Med klinikasida yotib edim. Bu prostatam bor edi. Buni kuniga kemida bir marta maydaga chiqatim tunda. Hozir yaxshiman. Ya prostata varlarga aytarım şu klinika tushib apparatga o'tirim. Bizda bemorlar demak davolanib, xizmatdan foydalanib, rozi bo'lib va boshqalarga ham bu klinikadan foydalanishni tavsiya qilishmoqda. Va sizda ham bemor tanishlaringiz yoki sog'lig'ingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, Shifa Med klinikasiga taklif qilamiz. Agar sizga bunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Shifa Med klinikasi sizga xizmat ko'rsatishga tayyor. Manzillar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, Allayar Do'stnazarov ko'chasi 308-uy, bizda Mo'ljal O'roq Bolig'i masjidi yonida.